ChatGPT ovqat qilgim kelmayapti, bugun nima qilsam ekan? Siz ovqat qilishingiz shart emas. Shuncha qiynalib tuqqan qizingiz bor. Unga buyuring. Bir zumda tayyorlab qo'yadi. To'g'ri aytasan. Nigina o'shanga golubtsi qilgin, bolaqa. Hozir oyim. ChatGPT, oyim golubtsi qil deb aytadi, lekin uyda bolgarskiy yo'q ekan, nima qilay? Xavotirga o'rin yo'q. Axir akangiz bor-ku, unga ayting. Do'kondan olib kelsin. To'g'ri, rahmat. Aka, magazindan bolgarskiy olib kelib bering, iltimos. Obbo. ChatGPT. Ikkalamiz mazza qilib gaplashib o'tiribmiz. Shu do'konga chiqqim kelmayapti. Shuni ham hal qilib ber. Xo'p, Po'lat Otabekjon, hoziroq oyingizni ChatGPTlarga xabar berib qo'yaman. Siz xotirjam bo'ling. Mehribonu. Labbay ChatGPTjon. Sog'liqni saqlash vazirligi ogohlantiradi. Kechki payt soat 6 dan keyin ovqatlanish sog'lig'ingizga ham, figurangizga ham yomon ta'sir qiladi. Yo'q. Bo'ldi, ovqat yemayman. Hop. ChatGPT, rostdan ham shunaqa ekanmi? O'zi aytdimi, meni yaxshi ko'rishini senga? ChatGPT to'g'risida nima qilyapti? Bu ro'zg'or, bola chaqa deganlardek piyada qurtib bor. O, ChatGPT jonim, nima deyapsan? Yo'q, zaratga bunchapti. ChatGPT meni tashlab ketmagan. Yo'q, ChatGPT. Voy, qizim, gap katta qiz bo'lib qolibsan-ku. 1 yil bo'ldimi sen bilan gaplashmaganimga. Endi senga to'y qilamiz. Rostdanmi? Hozir ChatGPTdan so'rab ko'ray. Voy, o'g'lim, jonim bolam, seni sog'inib ketdim-ku. Yaxshimisan? Onayizoringman. ChatGPT, men bitta ayol kim, jonim? Nima qilyapti bu?